Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Qorasuv uylari. Xo'p, bugungi mavzuyimiz Chayna yo'lida joylashgan yangi qurilayotgan obyektimiz hisoblanadi. Bu obyektimiz qanday desam, bu hali sveji obyekt. Endi sohil berayotgan obyekt, chunki bu kotlovanishi endi qozildi va sotuv boshlanganiga ham bir hafta ham bo'lmadi. Xullas qilib aytganda, ushbu obyektimizda siz xohlagan barcha kvadraturalar mavjud. 40 kvadratlikdan 50 kvadratlikdan boshlanib to 100-150 gacha variant qilib bera olamiz. Любой etajidan, xohlagan etajingizdan. Chunki bu obyektimiz sotuvi endi boshlandi, hali hammasi sotilmagan. Bir ikkitalar sotilgan, nozikkina mijozlar uchun atak qolgani bo'sh. Sizga to'g'ri keladigan любой xil variantdagi xonadonni topsangiz bo'ladi. Xo'p, bu uyimiz Chayna ko'chasi Tankavida joylashgan. 9 qavatlik gazoblokdan quriladi. 1 metr kvadratlari 7 million so'mdan boshlanadi to 8 milliongacha. O'zi qavatiga qarab 100 ming, 200 ming farq qilib ketaveradi. Yana bitta muhim jihat, agar pastki qavatdan 2 xonalik, 1 xonalik, 3 xonalik kvartira olmoqchi bo'lsangiz, tezda pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joy bron qilib, ofisga o'ting, uylarni ko'ring. Faqat tezda shoshiling, chunki xonadonlar soni kam juda ham, ulgurmay qolishingiz mumkin. Endi buyog'i peshona deydi-ku. Xo'p, ushbu obyektimizda bir xonali kvartiralarimiz oylik to'lovi 5 million so'mdan boshlanadi. 2 xonaligi esa 6-6,5 million so'm. 3 xonaligimizga o'rtacha 1-1,5 million so'm atrofida yana qo'shiladi. Vaholanki 8-9 million atrofida 3 xonali kvartira ham olsangiz bo'ladi bemalol. Albatta aytib o'tganimdek, boshlang'ich to'lovsiz 60 oyga foiz va penalarsiz va hokazo. Sizlar bilan ofisda ko'rishguncha xayr, bizni kuzatishni davom eting.